Mani dadam ikkita. Dadam bilan nanam 3 yoshligimga ajrashganlar. Lekin men 6 yoshligimga dadam olamdan o'tganlar. Nanam 19 yoshliklariga erga tekkanlar. 20 yoshga meni tug'ganlar. 2 yil yashaganlar, keyin ajrashganlar. Chunki dadam qamalganlar. Shundan keyin men 6 yoshligimga yana nanam erga tekkanlar. Lekin bu dadam bilan ham hayotlari o'xshamadi-yu, 4-5 yildan keyin ajrashdilar. Shu bilan nanam Rossiyaga chiqib ketdilar. Biz ukam bilan buvimni qo'llariga qoldik. Bibim, bobom, ikkita xolam, men ukam yashardik. Endi bitta xolamga o'rgangandim, qilib ketdilar. Ikkinchi xolam bilan qoldik. Endi ikkinchi xolamga o'rganishni boshlaganimizga ikkinchi xolam ham ketdilar. Va biz bitta o'zimiz qoldik. Shuni hisobiga katta bo'laverganimdan keyin uyga sovchilar keladi-ku, qo'shnilardan so'ragan vaqtiga otasi o'sgan, onasi Rossiyaga, o'ziga o'zi katta bo'lgan. Yana o'ylab ko'ringlar degan. Eng yomon kunlarim 7-klassdan keyin boshlandi. Переходной возраст. Hech kimga gapirmasdim, hech kimga qo'shilmasdim, faqat o'zim, kapishon, planshetka, muzika, naushnik. Kimdir menga gapirsa, baqirib urishib ketaman. Hech kim menga gapirmasa, men ham hech kim bilan gapirmayman. Xayolimga esa faqat o'zimni o'ldirish. Hattoki 9-sinfga ustozim urishganiga uksiz ichganman. Boshqalar darsga kelib, darsida o'qisa, men maktabga borib, psixolog bilan o'tirardim. Boshqa hech kim eplab bilmasdi meni. Eng qizig'i o'shandan keyin boshlangan.